Assalomu alaykum barchaga. Ustozlar yaxshimisizlar, salomatmisizlar, charchamayapsizlarmi? Xo'p, demak bugun 5-mart, agar sanada adashmagan bo'lsam, 05-03-2025-yil. 05-03-2025-yil trigonometrik funksiyalar mavzusini ko'rib chiqamiz sizlar bilan birgalikda. Xo'p, birinchi qilishim kerak bo'lgan narsa bu trigonometrik funksiyaning davrini topishni tushuntiraman. Birinchi birinchi o'rgatadigan narsam trigonometrik funksiyaning davrini topish. Yangi bet qo'shib tushuntiraman buni. Demak, mavzu trigonometrik funksiyaning davrini topish. Demak, trigonometrik funksiyaning davrini topish. Xo'p, kim qiynaladi shu mavzuda? Trigonometrik funksiyaning davrini topish. Kim qiynaladi shu mavzuda? Plyus qo'yib yuboringlar. Kim qiynaladi? Hamma qiynalar ekan. Daftar, ruchka olamiz. Men bilan birga o'zingizlarga kichkinagina shpalgalka yozib ketasizlar. O'zingizlarga men bilan birga kichkinagina shpalgalka yozib ketasizlar. O'tgan kursda bor edi. Boshladik. Birinchi qiladigan ishimiz y barobar sinus x. Bu funksiyaning davri t barobar 2pi bilan topiladi. Y barobar sinus x funksiyaning davri t barobar 2pi bilan topiladi. Ya'ni sinus x ning davri 2pi. Hozir hamma savollarga javob bo'lib ketadi. Faqat kichkina daftar olib, chiroyli qilib men bilan birga yozib ketinglar. Ikkinchi qiladigan ishimiz y barobar kosinus x davri t barobar 2pi. T barobar 2pi. Uchinchi qiladigan ishimiz y barobar tangens x ning davri t barobar pi. To'rtinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa y barobar katangens x ning davri t barobar pi. Bu bilishimiz kerak bo'lgan fundamental tushuncha. Ya'ni birinchi davrni o'rganishimizdan oldin bilishimiz kerak bo'lgan narsa shu. Trigonometrik funksiyaning davri, ya'ni oddiy elementar holati. Sinusni davri 2pi, kosinusni davri 2pi, tangenusni davri pi, kotangenusni davri ham pi. Endi bizga bunaqa oddiy ko'rinishda kelmaydi misollar. Bizga bunaqa oddiy ko'rinishda kelmaydi. Xo'p, qanaqa ko'rinishda kelishi mumkin? Ko'rsataman. Strelka. Y barobar k sinusni n'inchi darajasi ax plus b yoki y barobar k ko'paytirilgan kosinus n'inchi darajada ax plus b ko'rinishida kelishi mumkin. Ya'ni ichida son, oldida son, darajasi bor ko'rinishda kelishi mumkin. Mana shunaqa tipdagi yoki mana shunaqa
qolipdagi funksiyalarning davrini toping desa nima qilamiz? Bularni hammasi ko'zni qo'rqitish. Ya'ni K va B bir tiyinga qimmat narsa. Bir tiyinga qimmat. Ya'ni bu ikkala ifoda qarashim ham shart emas. Qarashimga ham arzimaydi. K va B. Shuning uchun uni yoniga bir tiyinga qimmat deb yozdim. Endi ahamiyati bor narsani yozaman. Ahamiyati bor narsa. N ya'ni daraja toq bo'lish holati bor. N darajamiz juft bo'lish holati bor. N toq bo'lishi mumkin yoki juft bo'lishi mumkin. Shu ikkala holatni ko'ramiz. Agar n toq bo'lsa, trigonometrik funksiyamizning davri t barobar 2pi taqsim modulda a bilan topiladi. Bo'ldi. K ham kerak emas, B ham kerak emas. Agar n juft bo'lsa, t barobar pi taqsim modulda a. Agar daraja juft bo'lsa, pi taqsim modulda a. Agar daraja toq bo'lsa, 2pi taqsim modulda a. Bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas. Boshqa hech nima kerak emas. Masalan, bitta misol yozaman. Xo'p, bizdan so'rayapti. Misol. Y barobar kosinus 3-daraja 2x. Funksiyaning davrini toping dedi. Daraja toq. Daraja toq bo'ldimi? Demak, t barobar 2pi taqsim modulda a bilan topilishi kerak. A ni o'rnida mana nima kelyapti? 2 kelyapti. Demak, 2pi ni 2 ga bo'lsak, javob pi hosil bo'ladi. Javob pi hosil bo'ladi. Keyingisi yana savol kelishi mumkin. Yana. Ikkinchi misolimiz. Y barobar 2 sinus 3-daraja 3x taqsim 4 ayrilgan 1 taqsim 7 kelsa. Funksiyaning davrini toping desa, ko'ryapsizlarmi buni qo'rqinchliligini? Funksiyaning davrini toping desa, nima qilamiz? Men uchun 1 tiyinga qimmat 2 bilan 1 taqsim 7. Bular 1 tiyinga qimmat. Faqat bu meni ko'zimni qo'rqityapti, bo'ldi. Daraja toq bo'lganligi uchun 2pi taqsim a ga keltirib qo'yaman. Ya'ni t barobar 2pi taqsim a ni o'rniga 3 taqsim 4. 3 taqsim 4. Demak, 4 tepaga chiqib ketsa, 8pi taqsim 3 hosil bo'ladi. Davri 8pi taqsim 3 ga teng ekan. Oson ekanmi? Trigonometrik funksiyaning davrini topish oson ekanmi? Daftarga yozib boryapsizlar, a? Yaxshi. Davom etamiz. Biza sinus va kosinuslar haqida gaplashdik. Endi tangens va kotanginslar haqida ham gaplashaylik. Keyingi bilishimiz kerak bo'lgan narsa. Keyingi bilishimiz kerak bo'lgan narsa. Y barobar k ko'paytirilgan tangens n-chi daraja ax plus b yoki y barobar k ko'paytirilgan
K ko'paytirilgan. K tangens n'inchi daraja ax plus b ko'rinishida kelsa, bir tenga qimmat narsalar yozaman. K, B, N bir tenga qimmat. Urushga bolalar yoshligingizlarda bizada shunaqa ko'p bo'lgan. Urushga borib, prosta odam soniga borib beradiganlar bo'ladi. Talpaga borib, odam soniga borib beradiganlar bo'ladi. Lekin urushadigan ikkita yoki uchtasi bo'ladi. Baribir KBN odam soniga boradiganlarda bular. Urushmaydi, chetda tomosha qilib o'tiradiganlarda. Kerak emas. Endi bizda davr bitta topiladi. T barobar pi taqsim modulda a. Pi taqsim modulda a. Mana. U daraja kerak emas, oldidagi son kerak emas, qo'shilayotgan son kerak emas. X ni oldida turgan son bo'lsa bo'ldi. Pi taqsim modulda. O'zi 3 ta formula bor ekan. Sinus bilan kosinusda ikkita, juft bo'lsa, toq bo'lsa. Katangens bilan tanginisda bitta, u ham pi taqsim modulda. Bo'ldi. Misol ko'ramiz. Misol. Y barobar 3 tangens 3-daraja 1 taqsim x plus 8 turibdi. Funksiyaning davrini toping desa nima qilamiz? Bir tenga qimmat narsalar 3, darajadagi 3 va mana bu 8. Demak, davr t barobar pi taqsim 1 taqsim 3. Demak, buni javobi 3 pi hosil bo'ladi. Demak, buning javobi 3 pi hosil bo'lar ekan. Davom etamiz. Keyingi narsa. Endi ustozlar so'rashi mumkin-da, bunaqa bittalik kelmaydi. Yig'indi kelsa-chi, ayirma kelsa-chi, unda nima qilamiz? Y barobar fx va y barobar gx funksiyalar keldi deylik. Ya'ni fx ning davri t1, gx ning davri, ya'ni har bittasiga alohida davr topsak t2. Bizdan so'rasa y barobar fx plus minus gx qo'shdik yoki ayirdik. Hosil bo'lgan funksiyaning davrini top desa, bunda davr t barobar e kuk topiladi. E kuk t1 t2 ga. Ya'ni mana bu yoqdagi davrlarga nima topar ekanlik? E kuk topar ekanlik. Qo'shganda yoki ayirganda. E kuk, ikkita davrga e kuk topamiz. Ikkita davrga e kuk topilar ekan. Ana endi ko'paytirish bilan bo'lish kelsa, soddalashtirib olamiz. Ya'ni soddalashtirib, ko'paytma kelsa yig'indiga o'tkazish ilojini qilib topishimiz kerak bo'ladi. Hozir ko'paytmaga doir misollar yangi ishlaydigan mavzumizda bor. Agar hozirgi aytganlarimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, bitta plyus qo'yib olinglar ham. Hozirgi aytganlarimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, bitta plyus qo'yib yuboringlar-chi. Yozib oldingizlarmi? Chiroyli qilib yozib oldingizlarmi? 260, 400. Chiroyli qilib yozib olgan bo'lsangizlar yaxshi. Davom etamiz.
Davom etamiz. Endi misollarga keldik. Ertaga metod kuni e, hamkasbingizlarga bir 10 minut e, vaqtingizni ajratib ko'rsatib bersangizlar juda ham yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p, boshladik. Endi mavzudagi misollarni yechamiz. Trigonometrik funksiya birinchi test, birinchi misoliga e'tibor beradigan bo'lsak, sinus 16 ayrilgan sinus 256 ifodalarining ishorasini aniqlangan. Ishorani aniqlash uchun man o'ylayapman, xayolimga kelayotgan narsa ham buni oldin ko'paytmaga o'tkazsak, ishorani aniqlash osonroq bo'ladi deb o'ylayapman. Ko'paytmaga o'tkazadigan bo'lsak, ishorani aniqlash osonroq bo'ladi. Ya'ni sinus alfa ayrilgan sinus bettaga qo'yadigan bo'lsak, 2 sinus ayirib 2 ga bo'lsak, minus sinus 100 ko'paytirilgan kosinus 232 ni 2 ga bo'lsak 116 bo'ladi. 116 va minusini oldinga chiqaradigan bo'lsak, chunki mana buni minus oldinga chiqadi. Sinus 100 ko'paytirilgan kosinus 116. Sinus 100 da musbat, kosinus 116 da manfiy. Oldidagi minus bilan plyus bo'lib ketadi. Demak, ko'paytmamiz musbat. Ko'paytmamiz nima ekan bizda? Musbat ekan. Mana C variant chiqib ketdi. Endi kosinuslar nimasiga qo'yamiz? Ayirmasiga qo'ysak. Minus 2 sinus 130 ga 296 ni qo'shsak, adashmasam bizada 426 hosil bo'ladi. 426 ni 2 ga bo'lsak, 213 sinus 213 ko'paytirilgan sinus bir-biridan ayiradigan bo'lsak 166 2 ga bo'lsak 83 bo'ladi. Ya'ni minus 83 oldindagini plus 83 ga ajratadi. Bundan kelib chiqadiki 213 ta sinus manfiy, 83 ta musbat. Ko'paytirsak manfiy hosil bo'ladi. Mana ikkita manfiy va A javob ham chiqib ketdi. Oxirgisi tanginus 140 ayrilgan tanginus 220. Ayirmani tanginslar ayirmasiga qo'yadigan bo'lsak, eslasangizlar, tangens alfa ayrilgan tangens beta bizada sinus alfa minus beta taqsim kosinus alfa ko'paytirilgan kosinus beta edi. 140 dan 220 ni ayirsak minusda ifoda va tepa manfiy bo'lishi aniq, chunki sinus minusni yutmaydi. Kosinus 140 da manfiy, kosinus 220 da ham manfiy. Demak, ko'paytirsak manfiy hosil bo'lar ekan. 3 ta minusli ifoda. Va bu bizada D variant hosil bo'ldi. Agar choragiga qarab bir-biridan ayirib turib hisoblayman desangizlar, xatoga yo'l qo'yasizlar. Choragidan topib bir-biridan hisoblayman desangizlar, xato qilasizlar. Sababi точный son qiymati kerak bo'ladi unaqada. Ko'paytmaga olib kelsak yaxshi. Juft funksiyani ko'rsating. Juft funksiyani eslatib o'taman. Juft funksiyani eslatib o'taman ustozlar. E'tibor beramiz. Juft funksiya bo'lishi uchun f minus x fx ga teng bo'lishi kerak edi. Bu juft. Toq funksiya bo'lishi uchun f minus x minus fx ga teng bo'lishi kerak. Mana shu shartlar bajarilishi kerak. Bizdan juftni so'rayapti. Juft funksiya C juft. Nimaga? Chunki minus tangens x pastda ham minus x bo'lsa, ikkita minus qisqarib o'ziga aylanib qoladi. Xo'p, A variant ham juft funksiya, sababi sinus minusni oldinga chiqaradi.
pastdagini minusi bilan qisqarib ketib, yana o'ziga kelib qoladi. A bilan C degan javob C variantda. A bilan C degan javob C variantda. Quyidagi funksiyalardan qaysi birining koordinatasi koordinata boshidan o'tmaydi deyapti. Koordinata boshidan o'tishi uchun x ga 0 qo'yganimizda y ham 0 bo'lishi kerak. X ga 0 qo'yganda y 0 bo'ladi bundan. Bu o'tadi. Mendan o'tmaydiganini so'rayapti. X ga 0 qo'yganda mana bu 1 bo'ladi. 1 dan 1 ayirsak yana 0. Bu ham o'tadi. X ga 0 qo'ysak ln 1 0 ga teng. Demak, bu ham o'tadi. Bitta o'tmaydigan, demak bizda D variantda qolyapti. Bitta o'tmaydigani D variantda qolyapti. Davom etamiz. Funksiyaning eng katta butun qiymatini toping deyapti. Eng katta butun qiymatini so'rayapti. Butun bo'lishi kerak. Xo'p, e'tibor beramiz. Har birini 3 ga bo'lib yuborsam, ya'ni fx bizada 6 kosinus x taqsim 3 qo'shilgan 7 taqsim 3. Ya'ni bu 2 kosinus x qo'shilgan 7 taqsim 3 bo'lyapti. Bu butun bo'lishi uchun mana bu qo'shadigan ifoda menda 2 taqsim 3 bo'lishi kerak. 2 taqsim 3 bo'lishi kerak. Shunda 2 taqsim 3 ga 7 taqsim 3 ni qo'shsak 9 taqsim 3 bo'lib 3 chiqadi. Yoki boshqacha variant bormi? Bundan boshqa variantni qabul qila olmaydi. Sababi kosinus x ning qiymati ja borsa 1. Kosinus x qiymati ja borsa 1. Endi yana qaysi qiymatni qo'ya olamiz? Masalan, bu nima chiqishi uchun, nima edi? Yana butun chiqishi uchun. Hozir bitta variantimiz 2 taqsim 3 bo'lyapti. Yana bormi? Ya'ni men aytmoqchiman, mana bu 1 taqsim 3 bo'lsa. Endi 1 taqsim 3 bo'lgandan keyin kosinus x'im 2 taqsim 3 degan qiymatni ham qabul qilishi mumkin. 2 taqsim 3 degan qiymatni ham qabul qilishi mumkin. Yoki bo'lmasa, kelinglar shuni qiymat deb chalg'imaylik, qiymat deb chalg'imaylik. Bunday qilaylik. Mana oddiyroq variantni ko'rsataman. 2 kosinus x qo'shilgan 7 taqsim 3. Xo'p, 7 taqsim 3 12 bo'lishi uchun 12 bo'lishi uchun mana bu joyda 5 taqsim 3 ni qo'yishim mumkin. 5 taqsim 3 ni qo'yishim uchun menda kosinus x'im deylik 2,5 taqsim 3 bo'lsa ham bo'ladi. 2,5 taqsim 3 degan qiymatni qabul qilsa ham bo'ladi. Buni 2 ga ko'paytirib 7 taqsim 3 ni qo'shsak 12 taqsim 3 4 degan variant hosil bo'ladi. Bu D varianti. Yoki 5 taqsim 6 sizlar aytayotgan. Ya'ni xullas qo'shganimda kosinus x'im 1 dan katta qiymatni qabul qilmasligi kerak-da. Funksiyaning eng kichik qiymati y 0 bo'lsa, demak funksiyani o'zini ochib chiqaylik oldin. Funksiyani o'zi y barobar 49 ayrilgan kosinus kvadrat x. Funksiya eng kichik qiymatga erishish uchun 49 dan eng katta sonni ayirishim kerak. 49 dan eng katta sonni ayirishim kerak. Bu eng katta sonimiz bizda 1. To'g'rimi? Ayirsak 48 hosil bo'ladi. Ya'ni bu bizda y0. Shu y0 ning eng katta tub bo'luvchisini so'rayapti. 48 ni tub ko'paytiruvchilarga ajratsak 2, 24, 2, 12,
2, 6, 2, 3, 3, 1. Demak, eng katta tub bo'luvchisi 3. Beshinchi misolimiz B varianti. Davom etamiz. Sonlarni o'sish tartibida joylashtiring deyapti. Sonlarni o'sish tartibida joylashtiring. Xo'p, e'tibor beramiz bitta narsaga. Mana buni kattangiz pi qo'shilgan 22 deb yozsam bo'ladi. Pi qo'shilgan 22 deb yozsam bo'ladi. Va bu bizada kattangiz 22 ga teng. Endi banda bor narsalar. A'imiz kattangiz 24. B'imiz kattangiz 32. S'imiz kattangiz 22 bo'lyapti. Oson yo'lini topamiz. Kattangiz deylik 30 gradusda ildiz osti 3 ga teng. Kattangiz 45 gradusda 1 ga teng. E'tibor bersak, burchaklarimiz oshgan sari qiymat kichrayib ketyapti. Mana burchak oshgan sari qiymat kichrayapti. Burchak oshgan sari qiymat kichrayapti. Demak, bizadan o'sish tartibida joylashtiring deyapti. O'sish tartibida eng katta burchagimiz kichik, ya'ni kattangiz 32, undan keyin kattangiz 24, undan keyin kattangiz 22. Burchaklar bilan qo'yadigan bo'lsak, ya'ni harflari bilan B, A, S hosil bo'lyapti. B, A, S degan javob bizda C varianti. B, A, S degan javob C varianti 6-misolimiz. Davom etamiz. 7. Xo'p, quyidagilarga javob. Qaysi javobda y barobar sinus x plus pi taqsim 2 ning grafigi tasvirlangan? Xo'p, pi taqsim 2 ning grafigi tasvirlangan deyapti. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, x ga 0 qo'yganimda 0 chiqar ekan. Keltirib qo'yaylik. Sinus 0 qo'shilgan pi taqsim 2 0 ga tengmi? Yo'q, 0 ga teng emas. O'zi umuman grafik bersa qanaqa qilishni ko'rsatyapman. Yo'q, sizlar aytayapsizlar-ku, mana buni cosinus x qilib yozsak bo'ldi deb. Yo'q, o'zi grafik bersa, o'sha son qiymatini qo'yib, masalan, mana bu yoqda 2x, bu yoqda 7pi, yana nimadirlar bersa demoqchiman. Yo'q, bo'lmaydi. A variant ketdi. Mana bunga ko'ra, keltirish formulasiga ko'ra, sinus x qo'shilgan pi taqsim 2 bizada cosinus x ga teng. Ya'ni men cosinus x ning grafigini qidirsam bo'ldi. Cosinus x grafigi nima o'zi? Ya'ni 0 da 1 degan qiymatga erishadi. Pi taqsim 2 da 0 degan qiymatga, minus pi taqsim 2 da ham 0 degan qiymatga erishadi. Va ko'rib turibsizlar, bu bizda B variantda bo'lyapti. Ya'ni cosinus x grafigi B variantda tasvirlanyapti. Qolganlarida emas. O'sha son qiymatidan ketsak ham bo'ladi demoqchiman. Noto'g'ri tengsizlikni ko'rsating. Bunga qaraydigan bo'lsak, sinus debman, kosinus 0 gradusda 1 ga teng, kosinus 90 gradusda 0 ga teng. Ya'ni burchak kattalashgan sari qiymat kichiklashadi. Bu degani kichik burchak katta bo'ladi degani. Bu to'g'ri. Sinus 72, sinus 77. Bu ham to'g'ri. Sababi
Sinus 0'da 0, sinus 90'da 1. Ya'ni burchak kattalashgan sari qiymat ham kattalashyapti. Tanginus 72, tanginus 77. Oddiy misol yozamiz. O'zimiz biladigan tanginus 30, 1 taqsim ildizda 3, tanginus 60, ildiz ostida 3. Va ko'rib turibsizlar, burchak kattalashgan sari qiymat ham kattalashyapti. Noto'g'risini ko'rsating deyapti. Demak, bu bizda C variantda. Mana shu noto'g'ri. Mana musbat davrini toping deyapti. Musbat davri. Xo'p, yozinglar-chi. Hozir o'tdik. T 2 pi taqsimmi yoki pi taqsimmi? Demak, daraja toq bo'ladigan bo'lsa, 2 pi taqsim a bilan, ya'ni 2 pi taqsim a o'rnida 4 kelyapti. Bular qisqarib ketsa, pi taqsim 2 ekan. Pi taqsim 2 B varianti. Pi taqsim 2 B variantida. 10-misol. Funksiyaning eng katta qiymatini toping. Demak, fx 3 kosinus kvadrat x qo'shilgan 3 sinus kvadrat x qo'shilgan sinus kvadrat x yozamiz. Ya'ni mana buni ikkitaga bo'ldim. Bu ikkalasidan 3 ni olib chiqsak, kosinus kvadrat x qo'shilgan sinus kvadrat x qo'shilgan sinus kvadrat x hosil bo'lyapti. Mana bu ifodamiz bizda 1 ga teng va bu 3 qo'shilgan sinus kvadrat x. Eng katta qiymatini toping deyapti. Ya'ni sinus kvadrat x eng katta qiymati 1, 3 ga 1 ni qo'shsak 4 hosil bo'ladi. 4 degan javob B varianti. 4 degan javob B varianti. Xo'p, Hamidjon aka. Hamidjon aka. Menimcha siz mana bu formulaga qo'yib yubordingiz. Ildiz ostida a kvadrat qo'shilgan b kvadratdan, xo'p, ildiz ostida a kvadrat qo'shilgan b kvadratgacha degan formulaga qo'yib yubordingiz, a? Adashmasam. U formulaga qo'yish uchun a ko'paytirilgan sinus x qo'shilgan b kosinus x bo'lishi kerak. Daraja bo'lishi kerak emas, aka. Daraja bo'lishi kerak emas. Bu chalg'ityapti-da. Bu chalg'ityapti. Buni ham yozib qo'ysangizlar bo'ladi. Ya'ni a sinus x qo'shilgan b kosinus x ni qiymatlar sohasi yoki qiymatlar oralig'i minus ildiz ostida a kvadrat qo'shilgan b kvadratdan ildiz ostida a kvadrat qo'shilgan b kvadratgacha bo'lar ekan. Men bitta suv ichib olmasam tovon qurib qoldi. Xo'sh. Davom etamiz. Iye. Zo'r shpalgalka bo'lgan-a mana bu. Mayli. Funksiyaning eng kichik musbat davrini toping deyapti. Funksiyaning eng kichik musbat davri. Xo'p. Daraja juft bo'lsa, davr pi taqsim a ga teng edi. Ya'ni pi taqsim 2.
Buni ham darajasi juft. Buni T1 deylik, T2. Demak, bu ham pi taqsim modulda A bo'lsa, e, pi taqsim 2 ga teng bo'ladi. Biza ikkita qo'shish yoki ayirish kelsa nima qilardik? T ni topish uchun kuk topardik. T1 va T2 ga. Ikkalasi ham bir xil bo'lsa, ya'ni ikkalasi ham bir xil bo'lsa, bu pi taqsim 2 ni o'zi bo'lib qolaveradi. Pi taqsim 2. Javob B varianti. Javob B varianti. Davom etamiz. Funksiyaning qiymatlar sohasiga tegishli butun sonlar yig'indisini toping. Qiymatlar sohasi. E'tibor beramiz. Sinus x ning qiymatlar sohasi 1 minus 1. Ikkalasiga qo'shib yuborsak, ya'ni nimani qo'shamiz? 2 ni. 2 ni qo'shib yuboradigan bo'lsak, minus 1 plus 2, 2 plus sinus x kichik yoki teng 1 plus 2 hosil bo'lyapti. Ya'ni 1 dan katta yoki teng 2 plus sinus x kichik yoki teng 3 dan. Qiymatlar sohasiga tegishli butun sonlar yig'indisini toping deyapti. Ya'ni 1 u 3 orasiga tegishli butun sonlar. 1, 2, 3 ni qo'shsak 6 hosil bo'ladi. 6 degan javob A variantda. 6 degan javob A variantda. Keyingi misolimiz. 13 fx kosinus kvadrat 1 ayrilgan minus 1 ayrilgan 2x funksiyaning eng kichik musbat davrini toping. Daraja juft bo'lsa, t ni topish formulasini yozdik. Pi taqsim modulda A. Va demak, pi taqsim A ni o'rnida minus 2 kelyapti. Moduli bo'lgandan keyin pi taqsim 2. Xo'p, 13 pi taqsim 2 hosil bo'ladi. Javob B varianti. C daraja juft. Naridagi tepadagini ham aytyapsizlar. Unaqa qonun qilmanglar. Toq funksiyani ko'rsating deyapti. Toq funksiyani ko'rsating. Xo'p. A variant o'zi umuman bo'lmaydi. A variant umuman bo'lmaydi. Sababi tangens minus x deydigan bo'lsak, bu minus tangens x da. Logaritm oldida minus chiqib qoladi. Bu umuman bo'lmaydi. Xo'p, bu o'zi juft funksiya. Sababi 2 ni minus x-inchisi qo'shilgan 2 ni x-inchisi. Mana bu bilan bu bir xil. Juft bo'lib qoldi. Bunda kosinus x minus yutib yuboradi. U ham juft funksiya bo'lib qoladi. Demak, bu ham juft funksiya. Bizda bitta qolyapti. Toq funksiya u ham bo'lsa nimada? D variantda. U ham bo'lsa D variantda. Arklashni xudo xohlasa ertaga o'tamiz-ku. O'shanda xossalarga yana bir to'xtalamiz. Qaysi tengsizlikdan, quyidagi tengsizliklardan qaysi biri noto'g'ri? Nomlarini bir xil qilib olaylik. Nomlarini, ya'ni mana buni o'rniga men sinus 15 yozishim mumkin. Sinusda burchak kattalashgan sari qiymat kattalashadi. Xo'p. 89 0 ga yaqin son. Ya'ni sinus 90 da 0 ku, 89 0 butun nechidir-da? 0 ga yaqin son.
Tangimiz 300 gradusda. Tangimiz 300 gradusda, bu bizada adashmasam manfiy bo'ladi. Mana bu manfiy bo'ladi. Bu musbat. Demak, musbat son har qanaqasiga katta. Keyingisiga e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu ifodamiz sinus 143 ni sinus pi ayrilgan 37 desak, sinus 37 ga aylanadi. Sinus 37 sinus 43 dan kattamish. Unaqa bo'lishi mumkin emas. Chunki aytdik, sinus burchak kattalashsa, qiymat ham kattalashadi. Boya ko'rdik. Ya'ni sinus 37 hech qachon katta bo'lmaydi sinus 43 dan. Bu xato. Bizdan aynan noto'g'risini so'rayapti. Shuning uchun 15-misolimiz bizada C variant bo'ldi. 16. Funksiyaning eng katta va eng kichik qiymatlar ayirmasini toping deyapti. Xo'p, kosinus x ga 1 ni qo'yadigan bo'lsak, bu eng katta qiymatga erishadi. Ya'ni 5 ning kvadrati ayrilgan 2. Sababi y darajasi ln 2 2 ga teng. Ya'ni ayirsak 25 dan 2 ni 23 hosil bo'ladi. Kosinus x ning eng kichik qiymati -1 ni qo'yadigan bo'lsak, 5 ning 0-si ayrilgan 2, bu -1. Bizadan eng katta va eng kichik qiymatlar ayirmasini so'rayapti. 23 dan ayir 1 ni deyapti. -1 ni. Javob 24. 24 degan javob bizda B variantda. 24 degan javob bizda B variantda. Keyingisi. Mana shuni yechinglarchi, mana 17 ni faqat men yechaveraman. 2 ga tushunmadingiz? Opa, sharmanda qilmang. Y darajasi logaritm e asosga ko'ra 2 degani. Bular qisqarib ketsa 2 bo'ladi-ku. 17 ni yechamiz. Qani 17 ni yechamiz. Javoblarni o'sha komment joyisiga yozsangizlar bo'ladi. Javoblarni komment joyisiga yozsangizlar bo'ladi. B ikki xil variant kelyapti. Xo'p, sinus 2 pi taqsim 3 va 5 pi taqsim 6 kesmadagi eng katta qiymatni toping deyapti. Kesmadagi eng katta qiymat. Xo'p, 2 pi taqsim 3 necha gradus bu? 2 pi taqsim 3. Bu 120 gradus bo'ladi. 120 gradus. 5 pi taqsim 6 150 gradus. To'g'rimi? 150 gradus. Shu kesmadagi eng katta qiymatni toping deyapti. Shu oraliq, mana shu burchaklar orasidagi eng katta qiymatni toping deyapti. 120 gradusda sinus nimani beradi? Pi minus 60 bo'lsa, ildiz 3 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Xo'p, 150 gradusda 1 taqsim 2 ga teng bo'lsa, 1 taqsim 2 hosil bo'ladi. Demak, uning qiymati nima qilib boryapti? Kichrayib boryapti. Qiymat kichrayapti. Mana ildiz 3 taqsim 2 dan 1 taqsim 2 ga qarab kichrayib boryapti.
Bizadan eng katta qiymatini so'ragan. Shu oraliqdagi eng katta qiymat uchun ildiz 3/2 ni olaman. Ya'ni 3 qo'shilgan sinus x ni o'rniga ildiz 3/2 ni qo'yamiz. Javob B variant. Mana qaranglar. Ildiz 3/2 mana bunda narigi qiymatda 1/2. Ikkalasini orasida sinus 90. Ravshan aka, gapirmaymi? Ravshan aka, ayting, gapirmaymi? Tilim uchida turibdi. Bo'pti, gapirmayman. 90 yo'q kaga buni orasida. Tangens 47, 74, 174. Ma bu manfiy. Bu manfiy. Bular musbat. O'sish tartibida joylashtiring deyapti. Demak, eng kichigi C bo'lishi aniq. Mana bu ikkita javob chiqib ketdi. Tangens burchak kattalashgan sari qiymati ham kattalashib boradi. Demak, C, A, B hosil bo'ladi va u bizda B variantda. Keyingisi. Funksiyaning qiymatlar sohasini toping. Boya Hamidjon aka bilan gaplashgan variantimiz. Aytdik. Agar agar Xo'p, A sinus x qo'shilgan B kosinus x keladigan bo'lsa, uni qiymatlar orasi a kvadrat b kvadrat ildiz ostida, bu yerda minus ildiz ostida a kvadrat plus b kvadrat. Xo'p, a'imiz 3 ga teng, b'imiz ildiz osti 7. Kvadratga oshiradigan bo'lsak, 9 qo'shilgan 7, 9 qo'shilgan 7. Bu yoqdan kvadratga oshirsak 9 plus 7. 16 ildiz chiqarsak minus 4, bu yoqda 4. Ya'ni minus 4 u 4 oraliq. Javob B variantda. Minus 4 u 4 oraliq B variantda. 20-misol. Fx barobar tangens x funksiya haqidagi noto'g'ri tasdiqni toping. Funksiya haqidagi noto'g'ri tasdiqni toping deb. E'tibor beramiz. Tog funksiya deyapti. Yo'q, tog funksiya emas. Chunki tangens minus x da minus tangens x beradi. Bu tasdiq to'g'ri. Qiymatlar sohasi barcha haqiqiy sonlar to'plami. Bu ham to'g'ri. Ya'ni tangens x barcha qiymatlarni qabul qilishi mumkin deyapti. Masalan, tangens x 0 bo'la oladi, tangens x 1 bo'la oladi, tangens x masalan 100 bo'la oladi, 1000 bo'la oladi. Ya'ni tangensda qiymatlar sohasi cheklanmagan. Barcha haqiqiy sonlar bo'lishi mumkin. 0 pi taqsim 2 da o'suvchi. Ha, o'suvchi. Boya aytdik, tangens 47, tangens 72 kelsa qaysini katta dedik? 72 ni katta dedik. Bizada bitta qaysi xato bo'lyapti? C variant. Xo'p, a sinus 4x qo'shilgan b kosinus 4x ga o'rinlimi? O'rinli. 4x bo'lsa bo'ldi, Farruh aka. Agar 5x keyingisi 4x bo'lsa, unga o'rinli emas. Masalan, demoqchiman, mana bu yoqda 4x kelsa, bu yoqda ham 4x kelsa, mana bu formula o'rinli.
Agar mana bu yoqda 4x, bu yoqda 5x kelsa yo'q. Argument bir xil son bo'lishi kerak, to'g'ri. Tangens 90chi, 90 kirmaydi-ku. Sinus 90, mana oddiy qavs turibdi. Sinus 90 taqsim kosinus 90 maxraj 0 bo'lib qoldi. Davom etamiz. Xo'p, bunga keldik. Ikkinchi test, birinchi misol. 3 katanginasi x qo'shilgan 3 tanginasi x ayrilgan 2. Funksiya 0 pi taqsim 4 oraliqdagi eng kichik qiymatini toping. 0 pi taqsim 4 oraliqdagi eng kichik qiymatini toping deyapti. Xo'p, bunda nima qilamiz? Mana sizlarga yechish uchun 1 minut vaqt. Javoblarni kommentga yozsangizlar bo'ladi. Xolida opa, kamerangizni o'chiring. Xolida opa, kamerani o'chiring. 500 ga yaqin odam sizni ko'ryapti. Birinchi misolning javobini kommentga yozsangizlar bo'ladi. S A ikki xil variant yozyapsizlar. Hozir men javobini ko'raychi. Trigonometrik funksiya ikkinchi test C ekan javob. Bahodir aka A deb yozibsiz. Xo'sh. Yozamiz. 3 kara 1 qo'shilgan 4 kara 1 ayrilgan 2. 3 kara 1 oraliqdagi eng kichik qiymat. Oraliqdagi eng kichik qiymat. Qaranglar-da. 3 katanginus x qo'shilgan 3 tanginus x. Bundan 3 ni olib chiqsam, katanginus x qo'shilgan tanginus x bo'lyapti. Mana bu ifodam Cauchy borku, Cauchymidi? Cauchyga ko'ra katta yoki teng 2 ildiz ostida tanginus x kara katanginus x. Bu bizada 2 chiqadi. Ya'ni mana buni eng kichik qiymati 2. Shu 3 ni 2 ga ko'paytirib, 2 ni ayirib tashlasak 4 chiqadi. C variant. Tushunarli bo'ldimi? Ikkinchi test birinchisi. Ikkinchi test birinchisi tushunarli bo'ldimi? Zo'r. Navro'zbek aka tushunmabdi. Xo'sh, katta qiymatlarda ham 4mi? Katta qiymati ham 4mi? Katta qiymati ham 4mi? Mana kichkina qiymat so'rayapti. Kichkina qiymat bilan katta qiymat. Xo'p, tangens va katanginsni gap bir qo'ysakchi. U to'g'ri bo'ladi deb hech kim garantiya berdi. Hozir mana bu yoqda 0 pi taqsim 4 orasida berayotgani sababi borda. 0 pi taqsim 4 orasida berayotgan sababi bor. Oraliq nimani bildiradi? Oraliq nimani bildiradi? Ovoz yo'q deb yozishyapti. Menimcha ovoz bor.
Xo'sh, davom etamiz. Eng zo'ri o'zi koshiy. Koshiyni uchtaligi uchun ham zo'r. Eslasangizlar, bitta milliy sertifikat testida koshiyni ikkitalik ko'rinib turibdi, uchtalikka olib kelib yechuvdik. To'rtinchi misol, funksiyaning qiymatlar sohasiga tegishli barcha butun sonlar yig'indisini toping deyapti. Funksiyaning qiymatlar sohasiga tegishli. Mana bu kosinus 2x ni 1 ayrilgan 2 sinus kvadrati x desak bo'ladi. 4 sinus kvadrati x dan 2 sinus kvadrati x ayirib tashlasak, 2 sinus kvadrat x qo'shilgan 1 qolyapti. Buni qiymatlar sohasi nima? Sinus kvadrati x ni eng kichik qiymati 0, 1 qiymatni qabul qiladi. Mana bu umumiy ifodamiz. Eng katta qiymati sinus kvadrati x ning 1. Demak, 2 ga 1 ni qo'shsak, eng katta qiymati 3 hosil bo'ladi. Qiymatlar sohasi demak 1 dan 3 gacha oraliq funksiyaning qiymatlar sohasi ekan. Butun sonlar yig'indisini so'rayapti. 1, 2, 3, 6. 6 degan javob A varianti. 6 degan javob A varianti. Uchinchi misol. Qaysi javobda fx barobar -1 qo'shilgan 2 kosinus x funksiya grafigi tasvirlangan? Qaysi javobda -1 qo'shilgan 2 kosinus x grafigi tasvirlangan deyapti. Chizmalardan qaraymiz. Xo'p, mana bunga qaraydigan bo'lsak, o'zi funksiyani o'ziga qaraydigan bo'lsak, x chizmadan qarayveraylik, oson varianti shu. X 0 bo'lganda funksiyamiz 1 degan qiymatni qabul qilar ekan. X 0 bo'lganda funksiyamiz 1 degan qiymatni qabul qilar ekan. X ga 0 qo'ysak, -1 qo'shilgan 2 haqiqatdan ham 1 degan qiymatni qabul qiladi. Bunda 0 bo'lganda -1 deyapti. Bu variant chiqib ketdi. Xo'p, 0 bo'lganda 2 degan qiymatni qabul qiladi deyapti. Bu variant ham chiqib ketdi. Xo'p, 0 bo'lganda 1 degan variantni qabul qiladi. Bu to'g'ri turibdi. Faqat pi taqsim 2 da -3 ga teng bo'lar ekan. Shuni ko'raylik. Pi taqsim 2 da kosinus pi taqsim 2 da 0. -1 qo'shilgan 0 -1 ga teng. Demak, oxirgi variant ham xato. Bizada to'g'ri bitta qolyapti, u ham B varianti. Qolganlarni xatoligini ko'rsatib berdim. Ustoz 2 ni qaytarib yuboring. Xo'p, qaytaraman. So'rang, qayerda tushunarsiz bo'ldi ikkinchi misolni? So'rang, ikkinchi misolni qayerda tushunarsiz bo'ldi? Barnopa. Ikkinchi misolni qayerda tushunarsiz? Yozing. To'g'ri, yozganda ozgina vaqt ko'p ketadi, kutamiz. Chunki mikrofonni ochadigan bo'lsak, bardak bo'lib ketadi. Hamma gapiradi. Kosinus 2x o'rniga 1 ayrilgan 2 sinus kvadrat x qo'ydim. Kosinus 2x o'rniga 1 ayrilgan 2 sinus kvadrat x qo'ydim. Ikkilangan burchak formulasini o'tdik. Ikkilangan burchak formulasiga ko'ra. Manda hosil bo'lyapti. 4 sinus kvadrat x dan 2 sinus kvadrat x ayirsam 2 sinus kvadrat x qolyapti. Yonidagi 1 mana qo'shilyapti. Funksiyaning qiymatlar sohasi, demak sinus kvadratda eng kichik qiymati 0. 0 ni qo'ysam 1 bo'lar ekan. Sinus kvadratda eng katta qiymati 1. Keltirib qo'yadigan bo'lsak, 2 plus 1 3 bo'lyapti mana. Sinus kvadratda eng katta qiymati 1. 2 kara 1 plus 1. 3 ga teng bo'ldi.
Uni qiymatlar sohasi 1-3 oraliq ekan. Shu oraliqqa kiradigan butun sonlar 1, 2, 3 shular yig'indisini so'rayapti. Shu oraliqqa kiradigan butun sonlar 1, 2, 3 shular yig'indisini so'rayapti. Davom etamiz. 3 bo'ldi, 4 ga keldik. Funksiyaning eng kichik qiymatini toping. Tasavvur qilaylik, bu parabola. Tasavvur qilaylik, bu parabola. Kvadratga e'tibor bermayman. Endi tushundim. Tasavvur qilaylik, bu parabola. Ya'ni kosinus x ni a sifatida qarasam, menda f, ya'ni f emas, y barobar 2a kvadrat ayrilgan 2a plus 1 hosil bo'lyapti. Funksiyaning eng kichik qiymatini topish uchun nima qilamiz? Kvadrat funksiya tarmoqlari yuqoriga qaragan, eng kichik qiymatini topish, bu y0 qiymat so'rayapti. 4ac ayrilgan b kvadrat taqsim 4a. 4ac bizada 8 dan 4 ni ayirib 8 ga bo'lsak 4 taqsim 8, ya'ni 1 taqsim 2 ga teng. Eng kichik qiymati nimaga teng ekan? 1 taqsim 2 ga teng bo'lar ekan. Javob B varianti. Keyingisida funksiyaning qiymatlar sohasini toping deyapti. Mana bunda daraja pasaytirish qilsak. Daraja pasaytirish qilsam nima bo'ladi? 8 ko'paytirilgan 1 plus kosinus 2x taqsim 2 qo'shilgan 3 sinus 2x hosil bo'lyapti. Bu ikkalasi qisqarsa 4, 4 ni har bir nechaga ko'paytirsam 4 qo'shilgan 4 kosinus 2x qo'shilgan 3 sinus 2x hosil bo'lyapti. Endi mana bunga e'tibor beraylik. Boya o'rgandik buni topishni. Ya'ni minus ildiz ostida 3 ning kvadratiga 4 ning kvadrati 4 kosinus 2x qo'shilgan 3 sinus 2x. Bu tomonida bo'lsa 4 ning kvadratiga 3 ning kvadrati qo'shiladi, faqat minusi bo'lmaydi. Ya'ni minus 5 dan 4 kosinus 2x qo'shilgan 3 sinus 2x 5 gacha ekan. Uni yoniga nimani qo'shishimiz kerak? 4 ni. Bu yoqqa ham plus 4 qo'shdim, bu yoqqa ham plus 4 qo'shdim. Minus 1 dan nimagacha bo'lyapti endi? 9 gacha bo'lyapti. Minus 1 dan 9 gacha degan oraliq A variantda. Minus 1 dan 9 gacha bo'lgan oraliq A variantda. Olti kosinus 1 sinus 1 kosinus 2. Sonlarni o'sish tartibida joylashtiring deyapti. Sonlarni o'sish tartibida joylashtiring. Bunda nima qilamiz? Bunda nima qilamiz? Bu yoqda 1 eng kichigisi. Kosinus 2 mi? Da, kosinus 2 eng kichigi. Bu yoqda 1 radianda kelyapti. Adashmasam birimiz 57,3 gradus bo'lsa kerak. Agar adashayotgan bo'lsam uzr. 2 bo'ladigan bo'lsa 57,3 ni 2 ga ko'paytirsam 114,6 bo'ladi. 114,6 da bu nima bizada? Manfiy, chunki ikkinchi chorakda manfiy bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, eng kichigi C bo'lishi aniq. D bilan C variant chiqib ketdi.
Kosinus bir kattami, sinus bir kattami, shuni ko'rishimiz kerak. Ya'ni kosinus 57 gradus kattami, shu nima bu? Uchini yozmayman. Yoki sinus 57 gradus kattami. Buni sinusga aylantiradigan bo'lsak, sinus 33 bo'ladi. Bu yerda sinus 57. Qaysi katta? Sinus 57 katta. Demak, B eng kattasi, A undan kichikrog'i. A, B. Bu yoqda javob A, 6-misolda. Bunga qaraymiz. Xo'p, mana buni yozadigan bo'lsak, sinus 3pi ayrilgan pi taqsim 3. Bu bizada sinus pi taqsim 3 ga teng. Xo'p, bunga qaraydigan bo'lsak, 28 bo'lsa 4pi bo'ladi. 28 bo'lsa. Demak, kosinus 4pi ayrilgan pi taqsim 7. Bu kosinus pi taqsim 7 ga teng. Kosinus pi taqsim 7 ga teng. Endi o'sish tartibida joylashtiring deyapti. O'sish tartibida joylashtiring. Mana buni kosinusga o'tkazib olishim kerak. Sinusga o'tkazib olishim kerak. Sababi qolgan hammasi sinusda-da. Qolgan hammasi sinusda. Buni o'tkazadigan bo'lsak, 90 dan ayirishimiz kerak-da. 90 dan ayirishimiz kerak. Ya'ni bu bizda nima bo'ladi? Sinus pi taqsim 2 ayrilgan pi taqsim 7 deb yozsak, kosinus 7 ga o'tadi. Sinus 7pi ayrilgan 2pi 5pi taqsim 14 hosil bo'lyapti. 5pi taqsim 14 hosil bo'lyapti. Bu necha gradus bo'ladi? 5pi taqsim 14. 180 ni 14 ga bo'ladigan bo'lsak, 14 emas, 13 bo'ladi. 13 ni 5 ga ko'paytirsak, 13 ni 5 ga ko'paytirsak 85 bo'ladimi? Yo'q, 65 bo'ladi. Bu 65 gradus taxminan. Bu 57 gradus taxminan. Bu 60 gradus taxminan. Demak, kattasi mana bu. C eng kattasi. Undan keyin A. C, A oxirida B. A variant. A variant. Davom etamiz. 8. Funksiyaning eng kichik musbat davrini toping. Daraja juft. Daraja juft bo'lsa, buni davri pi taqsim A1 ga teng. Davri pi. Keyingisida ham davr pi ga teng. Ikkita pi ga ekuk topsak, piligicha qolaveradi. Xato qildim yoki. Daraja juft bo'lsa pi taqsim A1. Xo'p, daraja juft bo'lsa pi taqsim A1 qo'shsak ekuk topamiz. Ikkita pi ga ekuk. Pi hosil bo'ladi. To'g'ri bo'ldi? Adashdim. Lekin javobi B deb qo'ygan. Pi taqsim 2 deb qo'ygan. Eski kitobda nima? Yangi kitobga sizlarda, mendagi eski kitob. B javobi nima? B javobi nima? Eski bilan yangini solishtiringlar-da. Mendagi eski nashr. Ichida bir ikkita shunaqa to'g'rilangan varianti bor edi. Daraja pasaytirdim, B chiqdi deyishyapti.
Eskidan b pi taqsim 2. Yangida b joy. Bda pi taqsim 2 mi? Daraja pasaytiramiz bunda. Lekin buni nimasi xato? Hozirgi o'rgangan usulimizda nima xatosi bor? Savol. Boyagi o'rgangan usulimizda nima kamchiligi bor? Daraja pasaytirsak B chiqadi. U faqat ikkinchi darajaga. N'inchi daraja qildik-ku. Darajani n deb yozdik-ku. Eng kichik musbat davri degani uchun. Eng kichik musbat davri. Hop, daraja pasaytirib ko'raylikchi, nima ketdi bizdan, to'g'rimi? Xo'sh, sinus kvadratning to'rtinchisi qilamizmi shunda? Sinus kvadratning to'rtinchisi qilsam. 1 minus kosinus x taqsim 2 ning to'rtinchisi qo'shilgan 1 plus kosinus 2x taqsim 2 ning to'rtinchisi bo'ladi. Xo'sh, buni ochib chiqsak, yana kvadrat qilsam, kvadratining kvadrati qilaversam, cho'zilib ketdi-ku. 1 ayrilgan 2 kosinus 2x qo'shilgan kosinus kvadrat 2x taqsim 4 ning kvadrati. Bunda cho'zilib ketmaydimi? Mana buni o'rniga qo'ysam. Bundoq qilay, mana buni o'rniga qo'ying. 1 ni o'rniga sinus kvadrat x qo'shilgan kosinus kvadrat x qo'yamiz. Kosinus 2x ni o'rniga kosinus kvadrat x qo'shilgan sinus kvadrat x bo'ladi. Kosinuslar ketsa, sinus kvadrat x so'zi qolar ekanda. Mana aylanib o'sha narsaga kelib qoladi. To'rtinchi darajaning kvadrati. Unda cho'zilib ketadi-ku juda. Hozir buni darajasini bitta-bitta pasaytirib chiqsam. Qo'shilgan kosinus to'rtinchi daraja x ning kvadrati qilsak. Buni sinus to'rtinchi daraja x qo'shilgan kosinus to'rtinchi daraja x kvadrati ayrilgan 2 sinus to'rtinchi daraja x kosinus to'rtinchi daraja x qilsak. Xo'sh. Buni ichi. Buni ichini ham ajratsam. Buni ichini ham ajratsam. Sinus kvadrat x qo'shilgan kosinus kvadrat x ning kvadrati ayrilgan 2 sinus kvadrat x kosinus kvadrat x qilib. Shuning kvadrat ayrilgan 2 sinus to'rtinchi daraja x kosinus to'rtinchi daraja x. Mana bu ifoda bizda 1 ni beradi. 1 ayrilgan 2 sinus kvadrat x kosinus kvadrat x ning kvadrati ayrilgan 2 sinus to'rtinchi daraja x kosinus to'rtinchi daraja x. Xo'p, buni ochib chiqadigan bo'lsak, 1 ayrilgan 4 sinus kvadrat x kosinus kvadrat x
qo'shilgan 4 sinusni to'rtinchisi x kosinus to'rtinchisi x ayrilgan 2 sinusni to'rtinchisi x kosinus to'rtinchisi x. Bu ikkalasi ayrilib ketsa 1 ayrilgan 4 sinus kvadrat x kosinus kvadrat x. Xo'p, qo'shilgan 2 sinus to'rtinchi daraja x kosinus to'rtinchi daraja x. 8 ga ko'paytirib bo'lsak 1 ayrilgan sinus kvadrat 2x qo'shilgan, buni 8 ga ko'paytirib bo'lsak 1 taqsim 8 sinus to'rtinchi daraja 2x hosil bo'lyapti. Daraja juft bo'lsa buniki pi taqsim 2 bo'ladi. Daraja juft bo'lsa buniki ham pi taqsim 2. Ikkalasidan pi taqsim 2 chiqadi. Daraja pasaytirsak b javob chiqadi. Daraja pasaytirmasak o'zi chiqadi. Xo'sh, qani edi sizlar? Daraja pasaytirsak pi taqsim 2. Xo'p, nega formula ishlamadi? Bilmayman nimaga ishlamadi, lekin pastda ham ishlash kerak edi. Yuqori daraja uchun formula o'rinli emasmi? Yuqori daraja uchun. Biz darajani n deb oldik-da. Darajani n deb oldik. Bu yerda nimadir sekreti bor. Bilib beraman. Nimadir sekreti bor. Xo'p, darajalar har xil bo'lsa o'rinli menimcha. Darajalar har xil bo'lsa o'rinli. Darajalar har xil bo'lsa o'rinli. Yig'indida daraja yozmadingiz-ku. Keyingisi 9. Buni bilib beraman nimaga formula ishlamaganini. Y barobar sinus x qo'shilgan kosinus x funksiya uchun keltirilgan xossalardan qaysi biri noto'g'ri? Sirazi ko'rdim, mana bu to'g'ri. Chunki a sinus x qo'shilgan b kosinus x ga ko'ra bu ildiz osti 2, bu yog'i minus ildiz osti 2 bo'ladi. Jufti ham emas, tog' ham emas. Menimcha bu ham to'g'ri, chunki minus qo'yganimizda вообще o'zgarib ketadi. Aniqlanish sohasi barcha haqiqiy sonlar deyapti. Aniqlanish sohasi barcha haqiqiy sonlar. To'g'ri, x ga xohlagan sonimni qo'yishim mumkin, barchasi aniqlangan. Demak, 3 tasi to'g'ri bo'lyapti. Bitta mana bu xatoligi kelib chiqyapti demak. Javob D variant. Sherboyev Javohir aka, kamerani o'chiring. Xo'p, bunga e'tibor beramiz. Funksiyaning eng kichik musbat davrini toping. Bu tepadagi formulaga tushyapti. Ya'ni kosinus 4x qo'shilgan x. Bu bizada kosinus 5x ga teng. Daraja toq bo'ladigan bo'lsa 2pi taqsim a modulda t. Ya'ni 2pi taqsim 5. 2pi taqsim 5 degan javob C variantda 10-misol. Javob ham C. Mana bular tushyapti, nariga tushmadi shu. Keyingisiga o'tamiz. 11. Funksiya juft funksiya bo'lsa deyapti. Juft funksiya bo'lishi uchun nima bo'lishi kerak bizada? Mana bu sinus bo'lmasligi kerak. Sababi juft funksiyada sinusni yevoradi, ya'ni minus ichkariga kirib ketadi. Ya'ni sinus minusni yutib yubormaydi. Juft funksiya bo'lishi uchun minusni yutib yuborish kerak. Minusni yutib yuboradigan bo'lishi uchun uni oldida turgan ifoda 0 bo'lishi kerak. Ya'ni sinus yo'qolib ketishi kerak. Demak, a teng 3 bo'lishi kerak. A teng 3 bo'lsa sinus yo'qolib ketadi. X larni minus x bilan almashtirganimizda kosinus baribir minusni yutaveradi. Shuning uchun juft bo'ladi. Bizadan noto'g'ri tasdiqni ko'rsating deyapti. Bizadan
noto'g'ri tasdiqni ko'rsating deyapti 11-misolda. Xo'p, demak bu to'g'ri tasdiq. Sababi a 3 ga teng bo'lishi kerak, juft funksiya bo'lishi uchun. B -2 ga teng bo'lmasligi kerak har qanaqa holatda. Chunki maxraj 0 bo'lishi mumkin emas. Undan keyingisida mana bu ikkalasini yig'indisi -1 ga teng bo'lmasligi kerak deyapti. C da. D da A katta, hop, B dan bo'lishi kerak degan shart beryapti va bizdan noto'g'ri tasdiq so'rayapti. B ga ixtiyoriy son qo'yishim mumkinmi bunda olganimda? B ga ixtiyoriy son qo'yishim mumkin. A 3 bo'lgandan keyin bu -1 ga teng bo'lmasligi uchun bu -2 ga teng bo'lmasligi kerak. B -2 ga teng bo'lmasligi kerak. Bu ham to'g'ri-da. A 3ligini topib bo'ldim. -1 ga teng bo'lmasligi uchun B -2 ga teng bo'lmasligi kerak. Bu ham to'g'ri. D variant xato. Sababi B -2 dan boshqa ixtiyoriy son bo'lishi mumkin. Ya'ni 3 dan katta son bo'lishi ham mumkin. 4, 5, 6 farqi yo'q. Ixtiyoriy son bo'lishi mumkin. Ha, xato qildim. -1 bo'lsa, mana -4 bo'lishi kerak. -4 bo'lishi kerak. Teng emas. Yo'q, B -4 ga teng bo'lishi mumkin. Mana buni xato hisoblabman. Mana to'g'rilab ketamiz. Uzr. Mana bu B teng emas -4 degani-da bu. B ga men -4 qo'yishim mumkin. Nega teng bo'lmasligi kerak? Chunki maxrajni 0 ga aylantirmasa bo'ldi. Shuning uchun D variant bo'ldi. B teng -2 bo'lsa 1. Da B -4 ga teng bo'lmasligi kerak degan variant chiqadi yo'qdan. Demak, javob D variant bo'ldi. Chunki B ga 3 dan katta son qo'ysam ham, 3 dan kichik son qo'ysam ham bo'laveradi. Farqi yo'q. Xo'p, keyingisi A ning qanday qiymatida funksiyaning eng katta qiymati 15 ga teng bo'ladi? Boyagi formulamiz. Minus ildiz ostida A kvadrat qo'shilgan B kvadrat. Xo'p, ikkinchi tomonda ildiz ostida A kvadrat qo'shilgan B kvadrat. Bu eng katta qiymati, ya'ni maksimum. Bu eng kichik qiymati minimum. Xo'p, bizadan eng katta qiymatini 15 deyapti. Ya'ni A kvadrat qo'shilgan B kvadrat ildiz ostida 15 ga teng deyapti. A 9 ga tengligi bor. Demak, 81 qo'shilgan B kvadrat 15 kvadrati 225. B kvadratni topsak 144 hosil bo'ladi. B ni topsak 12. Funksiya A ning qanday musbat qiymatida deyotganligi uchun 12 degan javob bo'ladi. O'zi plus minus 12 chiqadi. 12 ni olamiz. Keyingisi funksiyaning qiymatlar sohasini toping. Buni soddalashtirsak, fx 2 sinus x kosinus x taqsim kosinus x hosil bo'ladi. Bular qisqarib ketsa 2 sinus x chiqadi. Demak, sinus x qiymati 1 u minus 1 orasida. Tengini olmayman. Tengini olmayman. Sababi, agar sinus x 1 ga teng bo'lsa, kosinus x 0 bo'lib qoladi. Maxrajda turganligi uchun bunaqa bo'lishi mumkin emas. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Endi menda sinus 2x kerak. Demak, 2 ga ko'paytirib yuborsak, minus 2 2 oraliq chiqadi oddiy qavsda. D variant. Oddiy qavsda. D variant. Funksiyaning eng kichik musbat davrini toping deyapti. Demak, tanginisda t taqsim, ya'ni pi taqsim a edi. A o'rnida pi taqsim 3 kelyapti.
Demak, bundan javob 3 hosil bo'ladi. Keyingisida daraja toq bo'ladigan bo'lsa, 2pi taqsim modulda a edi. Ya'ni a ni o'rnida nima kelyapti bizda? Pi taqsim 2. Buniki 4 hosil bo'lyapti. Ikkitasini ikkita yig'indi funksiyani umumiy davrini topish uchun biz nima qilamiz? E kuk topardik. T1 T2 ga. T umumiy. Ya'ni 3 bilan 4 ga e kuk bizda 12 hosil bo'ladi. 12 degan javob C variantda. Xo'p, tenglikda m ning qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlari nechta deyapti. Xo'p, bundan 7 sinus x ni topadigan bo'lsak, 4m qo'shilgan 3. Sinus x ni topadigan bo'lsak, 4m qo'shilgan 3 taqsim 7 hosil bo'ladi. Sinus x'imizni oralig'i bizada -1 1 oraliqda. O'rniga keltirib qo'ysak, 7m plus 3 taqsim 7, bu yoqda 1, bu yoqda -1 bilan chegaralangan. 7 ni ikkala tomonga ko'paytirsak, -7, 4m plus 3, bu yoqda 7. 3 ni ikkala tomonga o'tkazib yuborsak, 10, 4m, bu yoqda 4. 4 ga bo'lib yuborsam, -2,5, bu yoqda 1. Shu oraliqdagi m ning qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlari nechta? Butun qiymatlari demoqchi bo'lgan menimcha. Shu oraliqdagi butun qiymatlar qaysi? -2, -1, 0, 1, 4 ta. C javob. 15 bo'ldimi bu? 15 C. Butun qiymatlari demoqchi bo'lgan menimcha. Butun so'zi qolib ketgan. Agar yangi kitobda butun deb qo'yishmagan bo'lsa. Agar qiymat desa, u tekst ko'p bo'ladi o'z aslida. Shu oraliqdagi qiymatlar. Tangens 1, tangens 2, tangens 3, tangens 4. Bu tangensliklarni hozir boya ko'rdik. 2, 3, 4 ta 4 ta masu 2 bilan 2 manfiy bo'lishi aniq. 3 ham manfiy bo'lishi aniq. 1 bilan 4 musbat. 1 bilan 4 musbat. A, D, D, A. Xo'p, buni o'zingizlar hisoblab qo'yasizlar. Bunga o'xshashini boya ko'rdik. Hisoblab o'tirishimiz shart emas. Funksiyaning eng katta qiymatini toping deyapti. E'tibor beramiz. 1 plus tangens kvadrat x bizada 1 taqsim kosinus kvadrat x. 1 taqsim kosinus kvadrat x. O'rniga borib qo'ysak, 2 kosinus kvadrat x qo'shilgan 2 sinus x plus 1 chiqadi. Endi 1 ni o'rniga 1 ayrilgan sinus kvadrat x qo'yadigan bo'lsak, 2 ko'paytirilgan 1 minus sinus kvadrat x qo'shilgan 2 sinus x plus 1 chiqadi. Ya'ni 2 ayrilgan 2 sinus kvadrat x qo'shilgan 2 sinus x plus 1. Umumiy ko'rinishda yozsak, -2 sinus kvadrat x qo'shilgan 2 sinus x qo'shilgan 3. Boya eshitdik, sinus x ni a sifatida qarasak, bitta parabola bo'lib qolyapti. Tarmoqlari pastga qaragan. Eng katta qiymati bu y0, ya'ni 4ac -24 ayrilgan b kvadrat taqsim 4a. -28 ni -8 ga bo'lsak, adashmasam 3,5 hosil bo'ladi. 3,5 degan javob C variantda. 16B chiqdi. Mana belgilab qo'yaman B bo'lsa. O'xshashlarni eshitdik, o'shaning uchun ishlab o'tirmadim. Funksiyaning qiymatlar sohasini toping deyapti. Mana bunga qaraymiz. Chunki mana buni qiymatlar sohasini topsak bo'ladi. Ya'ni minus ildiz ostida a kvadrat qo'shilgan b kvadratdan, xo'p, ildiz ostida a kvadrat qo'shilgan b kvadratgacha. Ya'ni 9 ga 7, 16 ildiz chiqarsak -4, bu yoqda 4. 4 ni keltirib qo'yadigan bo'lsak, nima hosil bo'ladi?
logaritm 3 asosga ko'ra 5 plus 4. Ya'ni logaritm 3 asosga ko'ra 9, 2 ga teng. Minus 4 ni keltirib qo'ysak, 5 ayru 4. Bu bizada logaritm 3 asosga ko'ra 1 0 ni beradi. Demak, uning qiymatlar sohasi, ya'ni qiymatlar sohasi 0 dan 2 gacha oralig'ida bo'lar ekan. 0 u 2 degan javob C variantda. 19. Funksiyaning eng kichik musbat davri pi taqsim 8 bo'lsa, k ni toping deyapti. Demak, buni formula bilan kosinus 2 alfani formulasiga qo'yib yuborsak, kosinus 2kx chiqadi. Daraja toq bo'ladigan bo'lsa, 2 pi taqsim a bilan topiladi. Ya'ni 2 pi taqsim 2k bizada pi taqsim 8 ga teng ekan. Ikkilar qisqarib ketsa, k 8 ga teng hosil bo'lyapti. 8 degan javob C variantda. 20-misol. F pi taqsim 4. O'rniga qo'yadigan bo'lsak, kosinus 2 tangens pi taqsim 4. Demak, bu kosinus 2 bo'ladi. Chunki tangens pi taqsim 4 da 1 ga teng. Keyingisi F0 kosinus 2 tangens 0. Tangens 0 dan 0 ga teng bo'lsa, bu kosinus 0 hosil bo'ladi. Ikkalasini qo'sh deyapti. Kosinus 0 da 1 ga teng, adashmasam. Xato qilmadimmi? Pi taqsim 4 1 kosinus 2. Tangens 0 da bu 1 bo'ladi shunda. Mana bu 1 ga teng. Kosinus 0 da 1 ku. Ikkalasini qo'sh deyapti. Kosinus 2 qo'shilgan 1. Kosinus 2 ni o'rniga kosinus kvadrat 1 ayrilgan sinus kvadrat 1 plus 1 ni o'rniga kosinus kvadrat 1 qo'shilgan sinus kvadrat 1 ni qo'ysak, mana bu ikkalasi qisqarib ketib 2 kosinus kvadrat 1 hosil bo'ladi. Bunaqa javob B variantda. Xo'p, ikkinchi testdan qaysi misolda savol bor ustozlar? Ikkinchi testda qaysi birida savol bor? Savol bo'lsa yozamiz. Savol bo'lsa kommentga yozamiz. Kimda qanaqa savol bor? Nechinchisi? 10. 10 ni qayerga tushunmadingiz? Mana bu formula. Kosinus alfa kosinus beta ayrilgan sinus alfa sinus beta kosinus yig'indisini beradi. Daraja toq bo'ladigan bo'lsa 2 pi taqsim a. A ni o'rnida 5 kelyapti. X oldida, o'shaning uchun 5 taqsim 2 pi taqsim 5 hosil bo'ldi. Xo'p, 20-misolda nega 1 dedingizmi? Mana bundami nega 1? Kosinus 0 da 1 ga teng-ku. Kosinus 0 da 1 ga teng-ku. Ikkalasini qo'shdim, keyin o'rtasi mana bu yerda plus qo'yayotgani uchun ikkalasini qo'shdik. Kosinus 2 qo'shilgan 1. Kosinus 2 ni kosinus 2 alfani formulasiga ko'ra kosinus kvadrat 1 ayrilgan sinus kvadrat 1 qildim. 1 ni o'rniga kosinus kvadrat 1 qo'shilgan sinus kvadrat 1 qo'ydim. Minus sinus kvadrat 1lar qisqarib ketib 2 kosinus kvadrat 1 hosil bo'ldi. A teng 3 B teng 7 bo'lishi mumkin emasmi? Bo'lishi mumkin. Kim aytdi bo'lishi mumkin emas deb? B ga ixtiyoriy son qo'ya olasiz. Minus 2 dan tashqari. Davrlarni topish daraja juft deganingizga faqat 2 bo'lsa to'g'ri kelyapti. Uni sinab ko'rishimiz kerak. 4 da, 6 da sinab ko'ray aytaman. Ildiz bo'lsa, mana keyingi misolda bor, Ravshan aka, ko'paytmaliklar, adashmasam ildiz degan bo'lsa kerak. Yo ildizni menimcha ildizni davrini shu paytgacha ko'rmaganman. 4 da 6 da 6 da 4 da 6 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 da
Okeysa ko'rsataveramiz, farqi yo'q. Xo'p, uchinchi testni ham ishlaymiz. Ertalab ishlaymiz uchinchi testni. Ertalab soat 6da dars. Ertalab soat 6da uchinchi testni ishlaymiz. И arklashni tushuntirib beraman. Ertalab soat 6da nimani yechamiz? Nima edi? Uchinchi testni yechamiz va arklashni tushuntiraman. Ertaga soat 10da ikkinchi mock testimiz bo'ladi. Kelishdikmi? Rahmat hammaga. Charchamanglar, salomat bo'linglar ustozlar. Ertalab 6da esdan chiqmasin.